qalbida kichkidan bir malika bo'lish tushi bo'ladi. Qordek oppoq ko'ylak ichida umoq qag'ish qilib o'tishni xiyolan armon qiladi. Kichkida dadasining umoq malikasi. Cho'ng bo'lganida qalbidagi oqatliq shahzodasining cheksiz sevgisiga xos malikasi bo'lishni orzu qiladi. Sevgi qasrida yulduzlarni bezak qilib, muhabbat olamiga sulmas qanot, mangu cho'ng bo'lmas qag'ishligiga erkalatish va tasalli beradigan bir sulmas gavdani xufiyona kutadi. Taqdir to'qmashida millionlab odamlar to'pidan o'zini kim ekanligini bilmaydigan shahzodasini uchratgandan boshlab, uningga qalb darvozasini ochib, tanho va sirliq ko'ngil qasriga boshlaydi. Pinhon sirlariga sirdosh, munglangan qalbiga mungdosh, muhabbat olamiga podshoh qilib tanlaydi. Cheklik hayotdagi muhabbat naqsini abadiylikka ulashni istaydi. Nurg'un kecha tushida qalbidagi oqatliq shahzodasining bir qo'lida gul, bir qo'lida uzun to'y ko'ngligini ko'tarib kelib, sevgi izhor qilib, qo'lidan yetilganicha nikoh bo'sog'isidan otlashini tushaydi. Shu biti qo'l tutashganicha umrlik baxt yo'lga minishni, chashlar oqirib, ballar bukilib, tuproqqa qaytguncha birga bo'lishni armon qiladi. Hayot yo'limda menga hamroh va tog'dek yuvanchik bo'layotgan sirdishim. Qalbimdagi oqatliq shahzodam. Siz mening bu go'zal tushlarimni reallikka aylantirdingiz. Siz mening tushlarimda, kunduzlar xiyol osmonimda, har dam qalb to'ramda tursiz.